Meni o'quvchilarim kim? Ular qanday o'rganish xususiyatiga ega? Kecha darsga qattiq tayyorgarlik ko'rib, bugungi darsim juda qiziqarli bo'ladi deb reja qildingiz. O'quvchilaringiz esa hamon passiv. Siz o'zingizga savol berib ko'rganmisiz? Meni o'quvchilarim kim? Ular qanday o'rganish xususiyatiga ega deb. Keling birgalikda tahlil qilamiz. Maktab bugun 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar hamda o'smirlarni qamrab olmoqda. Ichida 2008-yilgacha tug'ilganlari Z avlod, 2008-yildan keyin tug'ilganlari esa alfa avlod vakillaridir. Z avlod raqamlashgan jamiyatda o'sgan va ular uchun tezkor va vizual o'qish muhim hisoblanadi. Alfa avlod esa to'liq raqamlashgan jamiyatda o'sayotgan, VR, AR hamda sun'iy intellektdan foydalanayotgan avlod vakillaridir. Endi bu avlodlar uchun bilimlarni oddiy yodlash unchalik muhim emas. Ularga olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash, muammolarni hal qilish, hamkorlikda o'rganish kabi ma'lumotlar juda ham qiziq bo'ladi. Avlodlar o'zgarmoqda. Sizni ta'lim yondashuvingiz shu avlodlar kabi o'zgaryaptimi? Siz sinfda qaysi ta'lim yondashuvlaridan foydalanasiz? Izohlarda qoldiring.